Shunday gaplarni eshitdim. To'g'rirog'i o'qib qoldim. Marsdan tushib kelganmisiz? Nega endi go'yoki osmondan tushib kelgan insonga o'xshab gapirasiz? Hamma biladigan gaplarni gapiryapsiz-ku, degan gaplarni gapiryapsiz, yozyapsiz. Xo'p, mayli. Siz haqlisiz. Men sizga hech narsani isbotlamoqchi emasman. Lekin sizga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Men aytayotgan gaplarni hamma bilar ekan, hamma. Nega endi meni gaplarimga undan chiqdi amal qilinmayapti? O'sha meni aytayotgan gaplarimni hamma biladi-ku. Hamma yer yuzidagi insonlar, hech kim Marsdan tushib kelmagan menga o'xshab, yo osmondan tushib kelmagan menga o'xshab, hamma shu yer yuzidagi inson. Nega unda amal qilmayapmiz? Meni gaplarimni tanqid qilishni bilasiz. Lekin o'zingizchi tashqarida yurganingizda, biron bir narsani yeganingizda, yo biron bir shirinlikni yeganingizda qog'ozni nima qilyapsiz? Duch kelgan joyga tashlab o'tib ketyapsiz. Yo'qmi, to'g'rimi? Bitta ikkita inson balkim olib borib kerakli joyga tashlar, qolgan hamma duch kelgan joyga tashlayapti-ku. Meni gaplarimni to'g'ri hamma biladi, hamma eshitgan. Lekin 100 ta insondan 60 tasi amal qilmayapti-ku. 40 tasi amal qilardir. 60 tasi o'z holiga-ku. O'zicha o'zi. Ular haq. Hech kimga hech narsani isbotlamoqchi emas, ular isbotlamaydi ham. Ular noto'g'ri ish qilsa ham ular haq, ular yomon ish qilsa ham ular haq. Siz avvalambor meni tanqid qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring, bu inson nega bu gaplarni gapiryapti? Undan chiqdi kimdir bu insonga shu gaplar haqida nolib qolgan. Va bu boshqa insonlarning gapidan olib gapirgandir degan xulosani hech o'zingizga o'zingiz bir xulosa qilib ko'rdingizmi? Siz meni tanqid qilishdan oldin yon atrofingizga ahamiyat bering. Har bir inson siz aytganchalikmi yo biz o'zgardikmi?